Ketdi birinchi raund. Boshlanishi bilan Do'stmatov oldinga qarab boryapti, masofani qisqartiryapti. Ibasinov sal bo'yda ustunlikka ega, ko'rib turibsiz. Do'stmatov masofani qisqartirgan holda mana shu farqni yo'qqa chiqarishga harakat qilyapti. Bir necha bor zarbasini nuqtaga olib bordi Do'stmatov. Yaxshi. Tezlik bor bokschimizda. Yaqinlashib kelyapti. Andijonlik bokschimiz yana bosh qismiga zarba, yana hujum, yana oldinga intilish. Qo'llar yuqorida. Mana bu yerda Bibasinov kutib oldi. Xavfli zarba. Javob qaytardi Do'stmatov. O'zi hujumga o'tyapti. Doimiy ravishda oldinga intilib bosim qilyapti. Bibasinov fintlar ishlatishga harakat qildi va ozgina chalg'itdi Hasanboyni. Tezda tiklandi Do'stmatov. Yaxshi, o'ng qo'l. Yaxshi, o'ng qo'l yana. Bibasinovdan seriya. Himoyaga to'g'ri keldi. Do'stmatov payt poyladi. Bibasinov ochilgan payt zarba yo'lladi. Yaxshi urinishlar Do'stmatov ijrosida. Men tan olish kerak, Bibasinov ham titullarga ega bo'lgan mahoratli bokschi. Xavfli harakat qilyapti. Xavfli harakat qildi. Hozir Bibasinov qarshi hujumda tutishga urindi, sirpanib ketdi Hasanboy, lekin baribir hujumni tashkil etganda qo'lni yuqori tutish kerak. Hozir o'ng qo'lni yaxshi ishga soldi Do'stmatov. O'z intervyularida Hasanboy yaxshi formada ekanligini ta'kidlab o'tdi, o'ziga ishonchi yuqori darajada. Zo'r hujum. Knockdown qayd etilmadi. Jangni davom ettirishga ruxsat berdi referi. 10 sekund qolyapti raund tugashiga. Yaxshi. O'ng qo'lda jab, yana bir urinishga vaqt yetmaydi. Aktiv o'tkazdi ushbu. Ochkolarni ko'rsatishadimi va nihoyat mana ochkolar, ammo afsuski ochkolar bo'yicha Bibasinovga ustunlikni taqdim etishdi. Yaxshi o'ng qo'l, yaxshi qayta zarba, faollashdi yanada Do'stmatov. Birinchi raund natijasiga ko'ra, demak, Do'stmatovning birinchi raunddagi aniq zarbalari ko'p e'tirof etilmadimi? Xullas, mayli, kurash davom etadi. Ikkinchi raundni zo'r boshladi Hasanboy. Zo'r, yaxshi zarba, o'ng qo'l doimiy ravishda xavfli yo'naltirilyapti. Ochiq boks taklif etyapti Do'stmatov. Qarasa, ochkolarga juda tayanish kerak emas. Ishni bajaryapti. Yaxshi hujumlar. Himoyani yorib o'tyapti. Mana bu yerda chap yetib bormadi. Yaxshi, himoyani ham ushladi. Mana shu epizodda juda muhim. Taktika qo'llayapti Bibasinov. Doimiy ravishda oldinga intilishni maslahat beryapti murabbiylar. Xuddi shu ishni bajaryapti bokschimiz.
chap qo'l uchyapti. Do'smatovda o'ng qo'lda zarba, yana qarshi hujumga urg'u beryapti Bibasinov. Ikkita zarbasi o'tyapti ham. Ammo son jihatdan Do'smatov ko'paytirib yubordi zarbalarni raqibiga nisbatan hozirning o'zida va agar oxirgi daqiqada ham shunday ishlab beradigan bo'lsa, raundlar bo'yicha muvozanatni tiklab qo'yadi. Yaxshi hujum, tanaga ham yakunlovchi zarba xavfli chiqdi. Do'smatovdan bosim, Do'smatovdan oldinga intilish. Chap qo'l bosh qismiga sal mana bu yerda masofa uzoqlashib qoldi. Qo'llarini tushirib oldi Bibasinov, yoniga chorlayapti. Mana shu yerda ikkita zarbasini sal payqamay qoldi Do'smatov. Uzoxunovdan ko'rsatmalar emotsional tarzda odatdagidek ikkinchi raund o'z nihoyasiga yetdi. Bunisi tez e'lon qilindi. Lekin afsuski bu raundda ham Bibasinov ustun kelganini ko'ryapmiz 3-2 hisobida. Niyat bor. Mana shu jangni olib chiqib ketishga. Buning uchun 3-raundda mutlaq ustunlikka erishish imkon qadar raqibini nokdaunga, ya'ni ideal vaziyatda nokautga uchratish kerak. Tavakkal qilish vaqti keldi Do'smatov. Endi hozir kuchni zoyi ketkazmasdan zarbalar sonini emas, sifatiga e'tibor qaratish kerak va yakka kuchli zarbalar bilan ishlasa ham bo'ladi. Masalan, Bibasinov xuddi shu ishni qilyapti. Asosan yakka zarbalar bilan, ba'zida seriya. Ikki yarim yil davomida Do'smatov havaskor ringga chiqqani yo'q. Ko'rinib turibdi, bir sog'ingan ringni, shoshyapti. Yaxshi, o'ng qo'l. Mana kuch bilan yo'naltiryapti. Tavakkal bu yog'i. Yaxshi. Shu zarbasi zo'r yetib bordi nuqtasiga. Muvozanatni saqlab qoldi ammo Bibasinov. Hali yarim raund bor. Afsus, salgina yuqoridan o'tib ketdi. Boyagi zarba ta'sirida Bibasinovning qoshini ham yorib qo'ydi Hasanboy. Menimcha qozog'istonlik bokschiga hozir ruxsat berishadi, chunki 3-raund 1 daqiqa qoldi. Ruxsat berildi. Davom etadi jang. Stopdan keyin urdi Bibasinov. Uzr so'radi. Do'smatov oldinga tashlanyapti, nokautni ovlayapti, yaxshi o'tdi. Ikkita zarbasi va yana ozgina quvlayapti deyarli. Endi ongli ravishda Saken Bibasinov masofani uzoqlashtiryapti. Ko'rib turibdi Do'smatovning nokautga ishlayotganini. O'ttiz sekund. Yaxshi. Yana ozgina, yaxshi chap qo'l. Raund bo'yicha ustunlik bor Hasanboyda.
ancha-muncha talofat yetkazdi Bibasinovga va jang o'z nihoyasiga yetmoqda. Jang o'z nihoyasiga yetmoqda. Endi boyagi birinchi, ikkinchi raund, ayniqsa birinchi raundda bahslashib ko'rsa bo'ladigan vaziyatlar bo'ldi. Mayli, ochkolarni kutamiz. Ladies and gentlemen, in the bout number 59 in the ring A, the winner on points by unanimous decision is the boxer out of the blue corner from the Republic of Kazakhstan, Saken Bibasinov. Afsuski, Hasanboy Do'smatov chempionatni tark etmoqda. Borib Bibasinovni tabriklab qo'ydi. Bibasinov ham boks afsonasiga munosib javob qaytardi. Hasanboy Do'smatov shubhasiz biz uchun, o'zbek sporti uchun afsonaviy